oshiqlar qani? Tunlarini sajda bilan bezaganlar qani? Ko'z yoshini duoga aylantirgan, qalbini zikr bilan tiriltirganlar qani? Bu dunyo o'tkinchi, muhabbat esa boqiy. Allohni sevgan qalb hech qachon yolg'iz qolmaydi. Ayting la ilaha illalloh, ayting Muhammadur Rasululloh. Qalbingiz uyg'onsin muhabbat bilan. Allohga oshiqlar qani? Rasulullohga oshiqlar qani? Muhabbat bilan yashaydigan, har nafasida zikr aytadiganlar qani? Salovat ayting, ko'nglingiz nurga to'lsin. Allohni seving, Rasulullohni seving. Shunda qalbingiz tirilsin. Kimdir dunyoni sevdi, kimdir molni sevdi, mo'min esa Robbini sevdi. Habibining sunnati bilan yurdi, Qur'on nuri bilan yashadi. Muhabbatni yashamadi, faqat uni boshqalarga ham ulashdi. Ey qalb, kimni sevsam o'sha bilan tirilasan. Allohni sev, Habibini sev, chunki eng go'zal muhabbat Allohnikidir. Allohga oshiqlar qani? Rasulullohga oshiqlar qani? Bir ovoz bo'lib aytaylik, Allohumma salli ala Muhammad. Muhabbat bilan yashaylik, muhabbat bilan o'laylik, muhabbat bilan Robbimiz huzuriga boraylik. Allohga oshiqlar qani? Qani? Rasulullohga oshiqlar qani? Qalbing javob bersin. Allohga oshiqlar qani?